Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugun men sizlar bilan juda ham dolzarb va minglab, balki millionlab insonlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni atroflicha muhokama qilmoqchiman. Gap shundaki, bir maydan boshlab pensiya olish tartiblarida jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi va bu haqda har bir fuqaro, ayniqsa pensiya oluvchilar va ularning yaqinlari to'liq ma'lumotga ega bo'lishi shart. Agar siz bu ma'lumotlarni bilmasangiz, pensiyangizni o'z vaqtida ola olmasligingiz, banklarda ortiqcha sarsongarchiliklarga duch kelishingiz yoki hatto pulingizni olishda jiddiy muammolarga uchrashingiz mumkin. Bu juda muhim. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni va do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan baham ko'rishingizni so'rayman. Shuningdek, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu sizdan bir soniya vaqt oladi, ammo boshqa ko'plab insonlarning bu muhim yangilikdan xabar topishiga yordam beradi. Pensiya olish tizimi qanday edi va endi nima o'zgaradi? Keling, avval qanday edi, endi nima o'zgarayotganini tushunib olsak. Bir necha yillar davomida fuqarolar o'z pensiyalarini olishda ancha erkin edilar. Ya'ni pensiya jamg'armasidan pensiya tayinlangandan so'ng fuqaro deyarli istalgan bankdan, u xoh davlatniki bo'ladimi, xoh xususiy bo'ladimi, o'z nomiga bank kartasi ochishi va pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini aynan o'sha kartaga o'tkazishni so'rashi mumkin edi. Bu juda qulay edi, chunki odamlar o'zlariga eng yaqin, eng qulay, eng yaxshi servis taklif qiladigan bankni tanlab, uning kartasidan foydalanish imkoniyatiga ega edilar. Ko'pchilik oylik maoshini olgan bankining kartasiga pensiyasini ham o'tkazib, bitta kartadan barcha amaliyotlar uchun foydalanardi. Kimdir Xalq bankidan, kimdir ipoteka bankidan, boshqa kimdir esa qaysidir xususiy bankning kartasidan foydalanishni afzal ko'rardi. Bu holatda pensiya jamg'armasining vazifasi faqatgina pensiyani tegishli shaxsning ko'rsatilgan bank kartasiga o'tkazib berishdan iborat edi. Bundan tashqari, ko'pchilik, ayniqsa keksa yoshdagilar va olis hududlarda yashovchilar, pensiyasini pochta orqali, ya'ni uyiga naqd pulda yetkazib berish xizmatidan ham foydalanardi. Bu ham juda keng tarqalgan amaliyot edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. 2024 yil 1 maydan boshlab pensiya jamg'armasi pensiyalar va nafaqalarni faqatgina o'zining maxsus ro'yxatiga kiritilgan, ya'ni hamkor banklarning kartalariga o'tkazib beradi. Bu degani, agar siz hozirgi kunda ushbu ro'yxatga kirmagan bankning kartasiga pensiya olayotgan bo'lsangiz, demak sizga yangi bank kartasi ochishingiz va pensiya jamg'armasini bu haqda xabardor qilishingiz shart bo'ladi. Endilikda pensiya olish uchun sizning tanlovingiz barcha banklar bilan emas, balki pensiya jamg'armasi belgilagan hamkor banklar ro'yxati bilan cheklanadi. Bu o'zgarishlar tizimni soddalashtirish, xavfsizlikni oshirish va mablag'larni maqsadli taqsimlash kabi maqsadlarda amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ko'pchilik fuqarolar uchun dastlabki paytlarda noqulayliklar tug'dirishi tabiiy. Ya'ni siz endi o'zingiz xohlagan har qanday bank kartasiga pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lmaysiz, balki faqat pensiya jamg'armasi bilan shartnoma imzolagan banklar orasidan tanlov qilishingiz kerak bo'ladi. Bu o'zgarish, ayniqsa xususiy banklarning kartalaridan faol foydalanadigan pensiya oluvchilar uchun ancha jiddiy bo'ladi. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotirlanmasa bo'ladi. Keling, bu o'zgarishlarning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqamiz. Eng avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa, bu pensiya jamg'armasining hamkor banklari ro'yxati. Bu ro'yxat pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlarida va ba'zi banklarning o'zlarida e'lon qilinadi. Bu ro'yxatga odatda Xalq banki, Agrobank, Ipoteka banki, Milliy bank kabi yirik davlat banklari hamda ba'zi bir ishonchli tijorat banklari kiritiladi. Kim xavotir olishi kerak? Bu o'zgarishlar asosan ikki toifadagi pensiya oluvchilarga ta'sir qiladi. 1. Hozirgi kunda pensiyasini pensiya jamg'armasining yangi ro'yxatiga kiritilmagan bankning kartasiga olayotganlar. Agar sizning hozirgi kartangiz ushbu ro'yxatda bo'lmasa, siz majburan yangi bank kartasi ochishingiz kerak bo'ladi. 2. Pensiyasini pochta orqali naqd pulda olayotganlar. Ularga ham imkon qadar bank kartasiga o'tish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda naqd pulda olish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin, ammo bu borada ham yangi tartiblar joriy etilishi kutilmoqda. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqsak, vaziyatni yanada aniqroq tushunib olasiz. Birinchi misol, oylanishi kerak bo'lgan holat.
Murod aka 75 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. Uning pensiyasi har oyda taxminan 1,5 million so'mni tashkil etadi. Uning yashash joyi yaqinida joylashgan, mijozlarga nisbatan juda yaxshi xizmat ko'rsatadigan kichikroq xususiy bankning Visa kartasiga pensiyasini olardi. Bu karta unga juda qulay edi, chunki bank filiali uning sevimli do'koni yonida joylashgan bo'lib, har oy xaridlar uchun bankdan naqd pul yechib olish yoki to'g'ridan-to'g'ri kartadan to'lov qilish imkoniyatiga ega edi. Bankning mobil ilovasi ham oddiy va tushunarli edi. Ammo yangi ro'yxat e'lon qilinganida Murod akaning banki ushbu ro'yxatda yo'q edi. Endi Murod aka nima qilish kerak? U yangi tartibga ko'ra pensiya jamg'armasining hamkor banklaridan birida yangi bank kartasi ochishga majbur. Bu unga qo'shimcha tashvish tug'diradi. U yangi bankka borishi, u yerda navbat kutishi, yangi karta ochishi, mobil ilovani o'rnatishga harakat qilishi kerak bo'ladi. Murod akaning hozirgi bankdagi Visa kartasida ba'zi pullari bor. Undan kommunal to'lovlarni avtomatik tarzda to'lash tizimi ulangan edi. Endi u bu to'lovlarni yangi kartaga o'tkazishi yoki har oy qoldi to'lashi kerak bo'ladi. Bu holatda Murod aka bir maydan keyin pensiyasini ola olmasligi uchun bankka borib, yangi karta ochishi va pensiya jamg'armasini xabardor qilishi shart. Aks holda uning pensiyasi eskisi kabi Murod aka foydalangan bank kartasiga tushmaydi, balki ushbu mablag'lar pensiya jamg'armasi balansida qoladi va Murod aka bu pulni faqatgina yangi tartiblarga amal qilgandan so'ng olishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi misol, ba'zi noqulayliklarga duch kelishi mumkin bo'lgan holat. Mehribon opa 68 yoshda qishloq joyda yashaydi. Uning pensiyasi taxminan 1,2 million so'm. U umri davomida hech qachon bank kartasidan foydalanmagan. Pensiyasini har oy uyga pochta orqali keladigan pochta xodimlaridan naqd pulda olardi. Pochta orqali naqd pul olish usuli unga juda qulay edi, chunki yaqin atrofda bank filiali yo'q edi. Mobil telefoni esa oddiygina tugmachali telefon. Uning farzandlari shaharda yashaydi. Ular doimiy ravishda unga yordam bera olmaydi. Yangi tartibga ko'ra, Mehribon opaga ham pensiya jamg'armasining hamkor banklaridan birida bank kartasi ochish va unga otish tavsiya qilingan. Bu Mehribon opa uchun katta muammo. U bankka borishga qiynaladi. U yerda qanday hujjatlar kerakligini bilmaydi. Bank kartasidan qanday foydalanishni umuman tasavvur qila olmaydi. Mobil banking esa uning uchun tushunarsiz olam. Uning farzandlari kelib yordam bermasa, Mehribon opa pensiyasini olishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu yerda mahallaning yoki ijtimoiy xodimning yordami juda muhim ahamiyat kasb etadi. U pensiyasiz qolmasligi uchun zudlik bilan harakat qilish kerak. Uchinchi misol, xavotirlanmasa ham bo'ladigan holat. Ahmadjon aka 70 yoshda viloyat markazida yashaydi. Uning pensiyasi 1,3 million so'm. U ancha yillardan beri Xalq bankining Ustart kartasiga pensiya oladi. Xalq banki pensiya jamg'armasining asosiy hamkorlaridan biri bo'lib, doimiy ravishda bu tizimda faoliyat yuritadi. Yangi ro'yxat e'lon qilinganida Ahmadjon akaning Xalq banki ushbu ro'yxatda ham bor edi. Demak, Ahmadjon aka hech qanday o'zgarish qilishi shart emas. Uning pensiyasi avvalgidek bir maydan keyin ham Xalq bankining kartasiga tushishda davom etadi. U yangi karta ochish uchun bankka borishi, navbat kutishi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart emas. Uning uchun hech narsa o'zgarmaydi. Ammo shunga qaramay, har ehtimolga qarshi pensiya jamg'armasining rasmiy ro'yxatini bir marta tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Agar Ahmadjon aka hozirgi holatida hech qanday harakat qilmasa, uning pensiyasiga mutlaqo salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Kimlar xavotirlanmasa bo'ladi? Agar siz allaqachon pensiya jamg'armasi bilan hamkorlik qiladigan banklardan birining kartasiga pensiya olayotgan bo'lsangiz, masalan, Xalq banki, Agrobank, Milliy bank, Ipoteka banki kabi yirik banklarning kartalariga pensiya qabul qilsangiz, ehtimol siz uchun hech narsa o'zgarmaydi. Lekin shunga qaramay, pensiya jamg'armasining rasmiy saytida yoki mahalliy bo'limlarda e'lon qilinadigan hamkor banklar ro'yxatini tekshirib ko'rishingizni qat'iy tavsiya etaman. Bu sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir qoida va tartibda bo'lgani kabi, pensiya olishning yangi tartibida ham o'ziga xos istisnolar, ehtiyot bo'lish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq ko'rinishi mumkin bo'lgan nuanslar mavjud. Keling, bularni birma-bir ko'rib chiqsak. Istisnolar. 1.
Jismoniy holati og'ir bo'lgan shaxslar va nogironligi bor fuqarolar ayrim holatlarda agar fuqaroning jismoniy holati bankka borishga yoki bank kartasidan mustaqil ravishda foydalanishga imkon bermasa, masalan, yotoq holatidagi bemorlar, og'ir nogironligi bo'lgan shaxslar uchun eski tartib, ya'ni pensiyani uyiga naqd pulda yetkazib berish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Biroq bu har bir holatda individual ko'rib chiqiladi va mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, tegishli tibbiy ma'lumotlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Buni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida aniqlashtirish shart. Bu istisno hamma uchun emas, balki juda kam hollarda qo'llaniladi. Olis va chekka hududlar aholisi, ba'zi juda olis qishloqlarda, aholi punktlarida bank filiallari yoki bankomatlar mavjud bo'lmasa, bu hudud aholisi uchun ham vaqtincha yoki doimiy ravishda naqd pulda pensiya olish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu ham mahalliy hokimiyatlar va pensiya jamg'armasi tomonidan aniqlashtirilishi kerak bo'lgan masala. Bu holat ham yuqoridagi kabi juda kam uchraydigan istisno hisoblanadi. Yangi tayinlangan pensiyalar. Birinchi marta pensiya tayinlanayotgan fuqarolar uchun avvaldan ham bank kartasini ochish tartibi mavjud edi. Endi bu tartib yanada qat'iylashadi. Yangi pensiya oluvchilar to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan banklardan birida karta ochishlari va pensiya jamg'armasiga bu haqda ma'lumot berishlari kerak bo'ladi. Tuzoqlar, ehtiyot bo'lish lozim bo'lgan holatlar. 1. Bankdagi navbatlar va ortiqcha sarsongarchilik. Ayniqsa, may oyining boshlarida ko'plab pensiya oluvchilarning banklarga yopirilishi natijasida uzun navbatlar yuzaga kelishi, bank xodimlari ishining ko'payishi va bu bilan bog'liq holda xizmat ko'rsatish sifatining pasayishi mumkin. Bu pensiya oluvchilarda norozilik uyg'otishi tabiiy. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish va o'zgarishlarni kutmasdan hozirdanoq bankka murojaat qilish tavsiya etiladi. Ma'lumot yetishmasligi va noto'g'ri axborotlar. Ko'plab keksa yoshdagi insonlar internetdan foydalanmasliklari sababli bu yangilikdan xabar topmasliklari yoki noto'g'ri ma'lumotlarga tayanib qolishlari mumkin. Bu esa ularning pensiyasiz qolib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni ularga albatta yetkazing. Mahallalar, ijtimoiy xodimlar va oila a'zolari bu masalada faol bo'lishlari juda muhim. Firibgarlik holatlari. Har qanday yangi tizim joriy etilganda, firibgarlar uchun qulay imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ular o'zlarini bank xodimlari yoki pensiya jamg'armasi vakillari sifatida tanishtirib, pensiya oluvchilardan bank karta ma'lumotlarini, PIN kodlarini, parollarni so'rashi mumkin. Eslab qoling. Hech qachon bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan kartangizning PIN kodini, kartaning orqa tomonidagi TIV kodini yoki SIMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'ramaydi. Bunday shaxslarga aslo ishonmang va shaxsiy ma'lumotlaringizni oshkor qilmang. Shubhali qo'ng'iroqlar yoki xabarlar bo'lsa, darhol o'z banklaringizning ishonch telefonlariga yoki huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qiling. 4. Texnik qiyinchiliklar. Keksa yoshdagi fuqarolar uchun bank kartasidan foydalanish, bankomatdan pul yechish, postterminal orqali to'lov qilish, mobil ilovalardan foydalanish dastlab qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Mobil ilovani o'rnatish, uning imkoniyatlarini o'rganish, PIN kodni eslab qolish kabi masalalar ularga qo'shimcha bosim o'tkazishi mumkin. Bu yerda oila a'zolarining yordami nihoyatda muhim. 5. Avvalgi banklardagi qarzdorliklar. Agar pensiya oluvchining oldingi bankda qarz yoki boshqa majburiyatlari, masalan, overdraft bo'lsa, yangi bankka o'tish ba'zi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi banklar eski qarzdorliklar sababli yangi karta ochishda muammo tug'dirishi yoki mavjud qarzni to'lashni talab qilishi mumkin. Bu holatlarni oldindan aniqlashtirish zarur. Noaniq nuanslar. 1. Bank tanlashning ahamiyati. Pensiya jamg'armasi sizga bir nechta bankdan iborat ro'yxatni taqdim etsa-da, bu banklarning xizmat ko'rsatish sifati, mijozlarga munosabati, filiallarning joylashuvi va mobil ilovalarning qulayligi har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi banklar aynan pensiya oluvchilar uchun maxsus sharoitlar, masalan, bepul xabarnoma, past xizmat ko'rsatish to'lovi, ba'zi do'konlarda cashback, pul qaytarish taklif qilishi mumkin. Shuning uchun faqat pensiya jamg'armasi ro'yxatida borligi qarab emas, balki o'zingizga eng qulay va eng yaxshi xizmat ko'rsatadigan bankni tanlashga harakat qiling.
Mobil bankingdan foydalanish. Hozirgi zamonda mobil banking ilovalari juda ko'p qulayliklar yaratadi. Kommunal to'lovlarni to'lash, pul o'tkazish, kartadagi qoldiqni tekshirish kabi amaliyotlarni uydan chiqmay, navbat kutmasdan amalga oshirish mumkin. Keksa yoshdagi fuqarolarga mobil bankingdan foydalanishni o'rgatish, ularga bu borada yordam berish ularning hayotini ancha yengillashtiradi. Oddiy smartfonlar uchun ham qulay mobil ilovalar mavjud. 3. Yordam olish imkoniyatlari. Pensiya oluvchilarga bu jarayonda kimlar yordam bera oladi? Birinchi navbatda albatta oila a'zolari, farzandlar va nabiralar. Agar ular yordam bera olmasa, mahalla faollari, ijtimoiy himoya xizmati xodimlari, hatto pensiya jamg'armasi va banklarning o'zida ham maslahat xizmatlari mavjud. O'zingizni yolg'iz his qilmang, yordam so'rashdan tortinmang. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak va qanday qadamlar qo'yish lozim? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy qadamlar. Pensiya olishda muammolarga duch kelmaslik uchun siz nima qilishingiz kerak? Har bir qadamni aniq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Birinchi qadam, pensiya jamg'armasining hamkor banklari ro'yxatini tekshiring. Eng avvalo, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga kiring yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Mahallangizda e'lonlar taxtasini tekshiring. U yerda bir maydan boshlab pensiya o'tkaziladigan banklarning yangilangan ro'yxatini toping. Agar sizning hozirgi pensiya oladigan bank kartangiz shu ro'yxatda bo'lsa, siz xavotirlanmasa ham bo'ladi, lekin baribir ro'yxatni ko'rib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Agar sizning hozirgi bank kartangiz ushbu ro'yxatda bo'lmasa, keyingi qadamlarga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, o'zingizga eng qulay va mos keladigan bankni tanlang. Ro'yxatdan joy olgan banklar ichidan o'zingizga eng mos keladiganini tanlang. Tanlov qilishda quyidagi jihatlarga e'tibor bering. Joylashuvi, uyingizga, ishingizga, agar ishlasangiz yoki yaqinlaringiz yashaydigan joyga eng yaqin bank filialini tanlang. Bu kelajakda bankka borishda qulaylik tug'diradi. Xizmat ko'rsatish sifati. Bu bankning mijozlarga munosabati, navbatlarning yo'qligi yoki kamligi, xizmat ko'rsatish madaniyatini o'rganing. Imkoni bo'lsa, yaqinlaringizdan so'rab surishtiring. Qo'shimcha imtiyozlar. Ba'zi banklar pensiya oluvchilar uchun maxsus kartalar, cashback tizimlari, imtiyozli tariflar taklif qilishi mumkin. Bu haqda bank xodimlaridan so'rang. Yaqinlaringiz foydalanadigan bank. Agar farzandlaringiz yoki yaqinlaringiz ma'lum bir bankning kartasidan foydalansa, o'sha bankni tanlash ularga sizga yordam berishni osonlashtiradi. Pul o'tkazish, mobil ilovani boshqarish. Uchinchi qadam, tanlangan bankka murojaat qilib, yangi bank kartasini oching. Tanlagan bankingizning eng yaqin filialiga boring. O'zingiz bilan quyidagi hujjatlarni olishni unutmang. Pasport asl nusxasi, pensiya guvohnomasi, pensiya kitobchasi agar mavjud bo'lsa. Ba'zi hollarda, agar sizning nomingizdan boshqa shaxs harakat qilsa, ishonchnoma ham talab qilinishi mumkin. Bank xodimidan pensiya olish uchun mo'ljallangan bank kartasi ochishni so'rang. Ular sizga barcha kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Kartani ochishda mobil banking ilovasini ham telefoningizga o'rnatishni va undan foydalanishni o'rgatishlarini so'rang. PIN kodni o'zgartirish, kartani faollashtirish kabi jarayonlarni o'sha yerning o'zida hal qiling. 4-chi qadam, pensiya jamg'armasini yangi bank kartangiz haqida xabardor qiling. Yangi bank kartangizni olganingizdan so'ng, bu haqda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga xabar berishingiz shart. Bu jarayonni bir necha yo'l bilan amalga oshirish mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borib, eng ishonchli usul. Sizga u yerda ariza shakli beriladi. Arizani to'ldirib, yangi bank kartangizning rekvizitlarini, raqamini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Elektron shaklda, agar sizda elektron imzo bo'lsa va internetdan foydalanishni bilsangiz, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti orqali elektron ariza yuborishingiz mumkin. Bu eng tezkor usul. Ba'zi banklar orqali, ayrim yirik banklar mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida o'z mijozlari nomidan pensiya jamg'armasiga ma'lumot yuborish xizmatini taklif qilishi mumkin. Bu haqda bank xodimlaridan so'rang. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism-sharif, pasport ma'lumotlari, jishir, pensiya guvohnomasi raqami va eng muhimi, yangi ochgan bank kartangizning 16 xonali raqami va unga bog'langan hisob raqami, agar talab qilinsa, ko'rsatilishi shart.
Shundan so'ng, pensiya jamg'armasi sizning pensiyangizni yangi kartangizga o'tkazishni boshlaydi. 5-qadam, bank kartasidan foydalanishni o'rganing. Bu ayniqsa ilgari kartadan foydalanmaganlar uchun muhim. Farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki bank xodimlaridan bankomatdan pul yechish, do'konlarda postterminal orqali to'lov qilish, mobil ilova yordamida kommunal to'lovlarni to'lash kabi asosiy amaliyotlarni o'rganing. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va bank filiallariga borib navbat kutishdan asraydi. PIN kodingizni hech kimga aytmang va yozib qoldirmang. Xulosa va yakuniy chorlov. Qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, 1 maydan boshlab pensiya olish tartiblarida juda muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar sizning pensiyangizni o'z vaqtida va muammosiz olishingizga bevosita ta'sir qiladi. Vaziyatni yaxshi tushunib, o'z vaqtida chora ko'rish sizni ortiqcha sarsongarchiliklar va kutilmagan muammolardan qutqaradi. Unutmang, har bir fuqaroning pensiya olish huquqi qonun bilan himoyalangan, ammo yangi tartiblarga amal qilish ham har birimizdan talab etiladi. Shuning uchun ham siz ushbu ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirmang, balki hozirdanoq harakatni boshlang. Bu ma'lumotni o'z vaqtida bilish va to'g'ri harakat qilish sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek, ushbu video ostidagi izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bu yangiliklar haqida qanday fikrdasiz? Siz allaqachon biror harakat qildingizmi? O'z tajribangizni baham ko'ring, balki sizning izohingiz boshqa tomoshabinlarimiz uchun foydali bo'lar. Ushbu videoni o'zingizning oila a'zolaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa qarindoshlaringizga yuboring, chunki ular internetdan foydalanmasligi mumkin, ammo bu ma'lumot ularga juda kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha